İslamdagi nikoh er bilan ayol o'rtasidagi muborak aloqa bo'lib, nikoh orqali ular bir-biriga halol bo'ladi. O'zaro mehr-muhabbat, o'zaro yordam, o'zaro kuyinish va o'zaro yo'l qo'yish asosida hayotlikning uzoq safariga qadam bosadi. Ularning biri yana biri bilan taskinlik topadi. Qarshi tarafning hamrohligidan xotirjamlik, ulfatlik, aminlik erishadi. Qur'on Karim er bilan ayol o'rtasidagi bu yüksek şer'iy aloqani sof va suzuk suratda tasvirlaydi. Bu tasvirlardan muhabbat, ulfat, ishonch, o'zaro tushunish va rahmat tomchilari chachrab turadi. Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: Ayollar bilan uns ulfat ilishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, aranglarda mehr-muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlardir. Shundoq, nikoh ulug' Parvardigor ikki musulmonni chatadigan ilohiy bog'lanishdir. Nikoh bilan u ikkisi muhabbat, o'zaro tushunish, o'zaro hamdamda bo'lish va o'zaro samimiy bo'lish ustida muloqotda bo'ladi. Islomiy oilani barpo qiladi. Bu oiladan farzandlar hosil bo'ladi. Aql g'unchilari purak ochadi. Bu oila a'zolarini islom dini elib kelgan go'zal axloqlar bilan tarbiyalab yetishtiradi. Musulmon oila bo'lsa, islomiy jamiyat binosining bir parcha mustahkam qishidir. Musulmon oilaning a'zolari ishlab chiqaruvchilar, barpo qiluvchilar bo'lib, ular yaxshilikqa va taqvodorlikqa yordam beradi. Amaliy solihlarda baygiga tushadi. Islom dini ayollarni hurmatlaganlikning jumlasidan uningga jo'risini talash huquqini berganidir. Ota-onalar qizlarini ular xalmagan kishiyatlik bo'lishga zo'rlay olmaydi. To'g'ri yo'ldagi musulmon ayol bu huquqini biladi. Lekin u uningga elchi kelgan vaqtda ota-onasining nasihatini ko'z oldida tutadi. Islom dini ayollarga mushaqqatni yuklamaydi. Uning o'zi o'ch ko'radigan odamning suhbatida bo'lishiga, ya'ni nikohda bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Chunki islom dini ayollar turmushining ayollar o'tirsidagi oshkor va yoshirin holatlarning hammasida barobar bo'lish, mijoz, odat, xohish va g'oya qatorliqlarda bir-birini to'liqlashdan iborat mustahkam asos ustiga qurilishni xohlaydi. Oilaviy turmushning binosiga dast ketgan ahvolda ayollar o'tirsidagi turmushning huzuri yo'qaydi. Islom dini ayol kishining insoniyligini qo'g'didi, hurmatini muhofazat qildi. Keyingi umrni birlikda o'tkazadigan erni tanlashda uning irodasiga hurmat qildi. Islom dini qandoq odam bo'lishdan qat'iy nazar, uni u xolmaydigan odam bilan to'y qilishga majburlashga ruxsat qilmaydi. Buningga Bariraning vaqaligi eng yaxshi dalildir. O'z dinining hidoyatiga erishgan go'zal axloqli musulmon ayolning obyektiv tanlashda to'g'ri va aqlli o'lchamlar bo'ladi. U qarshi tarafning qomatining go'zalligi, qamlashqanligi, mansabining yuqoriligi, boyligi va uningdan boshqa ayollarni jalb qiladigan boshqa taraflar bilan ko'paylanmasdan, balki uning diniy va axloqini surishtiradi. Chunki din va axloq baxtli oilaviy turmushning haqiqiy turiki. Shundaqla erning eng qimmatli sunnati. Islom dini to'y qilishda bu ikki sifatni lozim tutish haqida ochiq dalil keltirdi. Haqiqiy musulmon yigit tegi pasayib jamolni qo'llashmagandek, angliq musulmon qizmi o'yinchi, suyuq va hamoqat yigitga tashqi siyoqi go'zal qamlashgan taqdirdami ko'ngil bermaydi. U go'zal axloqli sayib jamol qizni faqat angliq, zehni ochiq, nasabi pok, diniy axloqiy va tarixiy go'zal, haqiqiy mo'min yosh yigitlarla qiziqtira oladi. Pak mo'min qizga pak mo'min yigitlar loyiqdir. Nachar azg'on qizga nachar azg'on yigitlar loyiqdir. Alloh taolo mundaq deydi: Yomon ayollar yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir. Ayol ikkisining islomiy oila barpo qilish, pak avlodlarni yetildirish, aqllarni, qalblarni
va ochiq tuyg'ularini o'zaro tushunish, muhabbat berish, asosida tarbiya qilishdan iborat hayotdagi mas'uliyatni ado qilishga hamdam bo'la oladigan kishilarni xohlaydi. Ayollar erlarning axloqsizligi, mijozning ochiq emasligi, qo'polligi, tarsonligi, his tuyg'ularda o'xshash bo'lmasligi hamda diniy jihatdagi nuqsoni bilan hayotlik musofasini tushab qo'yishni xohlamaydi. Chunki mo'min ayollar va mo'min erlardan iborat bu ikki karvon Allah insonga topshirgan cho'ng mas'uliyat va ayollarning zimmasiga yuklangan omonatini joyida ado qilish uchun jiddiy imoniy va hayotlik safarda yonma-yon sayr qiladi. Hayot musobasidagi bexatarlik va mazkur cho'ng g'oyaga yetish uchun ayollik aloqasining kuchli, oilaning asosi mustahkam bo'lishi, oilani obyektivni yaxshi tanlashdan iborat sog'lom asos ustiga qurib chiqishi intayin zarur.